启言部使节拜见扎木合古尔汗。这不是霍尔赤老兄吗？多谢古尔汗还惦记着我。你离开了我，投奔铁木真，也有些日子了吧？凑巧过去18次母羊升高的季节。哼，听说我的安达因为你唆使他反对我有功，答应你在他得天下之后，赏你30个老婆。赏我30个老婆的事儿有，唆使反对您的事儿可没有啊。因为您的好安达到现在还一直惦记着您呢。你胡说！不是胡说，这次我就是奉了铁木真汗之命来给您送贺。Olsalanmanı kaynimizde. Tömürçe nemiş kılıvatıdı? Gürel gütürünün bağırda çavrını yıkıvatıdı. O senden bana başka bir haber yetkizmedi mi? Yetkizdi. Arazılıklarını tükütüp eplişip kalaylı dedi. Şundak dedi mi? Senimce kandak kısam bola? Bununla... Menimce... Oldu biraz. Toğutu. Labey. Kazandaki koy yoş pişti mi? Yaktaki. Korçi. Ha? Aldırma. Sel saklap dur. Kazandaki göç pişkandan keyin bir çömüş ısık şorpi içip al. Onundan keyin öz gitmizge kileyli. Makul, makul. Sahipkan şu kızgın dursa, sen nemi kaçsınlar? Ulan bizi pişirmedi de. Kalayımkan sözleşme. İşgal, uruş kağan anettim o, elçiğe ölüm yok. Onun üstüge Camukan Gürhan bilen Tömürçin kağan kaysandaş dursa, üçümüz uluğu soğuk sanıp eklegen dursak, dana Camukan Gürhan bizdek erzimez kullar üçün uluğ namını bulağıp yüreğini diye. Texi gepte alığından kandak sen Korçi. Toğutu. Hoş. Onunla bir çömüş ısık şorpi kepe. Makul. Korçi, bu ısık şorpunu bıraklı içip etip, andın Camuka aksakallı gepen degen, ha? Çakkan iş. Camuka Gürhan'a rahmet. Bu ne? İşte, avalsılı tet bakan mı ya? Camuka Gürhan, rast kolu uçuk adam iken, men tasdikte pişirgan koy göçünün şorpsini özü tetimay turupla aval mehmanı tuttu. Oy, Tarık Taytağa, netçil görüşmetkenimiz semirip getiptilacı mı? Sil şoň oğan eken, sila aval işemli ya. Oy, silahını kömetken ben, aziz mehmanla hoşmam sila. Bolmasa, sila aval işin la. Kadak dedim. Bu ablak şorpunu kaçtan soğut pişmekçi buluvatıdı. Camuka Gürhan, ula içmeydiken, bolmasa... Vay canım! Küp gitti, kısıkken! Doktor Aksakal! Doktor Aksakal, Camuka Aksakal, Tömürçin ve Tuğrul Han'ın çerekleri algınçı malak koşunumuzu büsbü etti. Ula hazır ne geldi? Köyden etrafındaki Alansay'ını ilgiledi. Alansay? Uya ilgiz tağlıqsay, ulağı paydılıq, bizge intayın paydısız. Yok, Tömürçin söhbetli adem evettir, vaktimizni ilip, aval hücum kıptı. Tez berip, kursin tutup ula, tersin ter soyu ben.
Temirchin, nemochi tez kep bo'lgandi? Ya'ni kelib, harakatimizni 5 qo'ldek biladi ekan, ha? Tushundim. Taysachal. Jamuqa. Endi obdallı keskip kaldılar. Bu keriden neymiş hasar edilmegandimiz? Öldürü deyli, pişürü deyli. Sırtqa tutib kalısını e'lonla. Kalısını alay, onu bağlama. Ma! Boya'nın su çöptürü yemin emezken. Bunu ber. Kılıçımı almamsa. Bir işini soraydı edim. Qaysi ishni? Jo'chi, mening o'g'limmi? Sen Merkin. Chilkar bo'lamsan. Shundoq. Qilichingni so'ra. Nima qilib tursan? Ma'qul. Belgilari bo'lmasa, o'zim o'rtadan so'rayman. Chilkar. Sen hamakat qilma. Jo'chi, temirchining o'g'li. Chilkar. Mush soqolimning hurmati va meni qo'yayotganligining shafoati yuzidan qasam qilaman. Jo'chi, rost temirchining o'g'li. Xudoning deyishicha, sizlar uni bo'lib ketishdan ilgirila. O'rtaning bo'yida qolibdi ekan. Yo'q! Aldavatıdlar! Köklerim mendek ül makansız! İlçaksız biçarıge unca rahimsizlik kılmaydı o! Aslan! Avaylap! Aslan! Kıyıp gitti basa! Kızınızın azraqlı yeri köyüptü. Kıyıp ketken bolsa, kalan tartıqlığa 30 xotonga oğul bit geçetti. Neymi deginiz bu? Şunca ağırıp gitti basa yeri çak kılamadısın! Burchi, yarlarının yarışa çok hizmet gözettin. Burchi, qaravul qo'y. Bütün qo'shinlik sarkardilar obdan uxlavasin. Xo'p. Gürxan, Temirchan foydali joylarni egallab bo'ldi. Bir necha qabilatlar sarosima tushib qolganda qiladi. Agar at urushib qolsak, peshkanlikka uchirishimiz mumkin. Bunda qilsaq deyman. Qo'ng'irab Nayman qabilalarining chiriklarini oldiq qo'ysak, qabilalarimizga keyinda mang'usoq Temirchinning qirg'in chapqundan saqlanib qolamiz. Bo'lmaydi. Ular urush qilishni xohlamaydi ekan. Har qancha ko'p bo'g'ini bilan Temirchining oldida so'yishni kutib turgan bir top qo'y bo'ladi xolos. Amal topdim. Olisam Naymanxon Buyruqxon sehriy jadu qilishni biladi ekan. Agar ati jang boshlanishdan ilgari bo'ron chiqarib yomg'ir yog'dira olsa, jasoratimiz tegma oshadi. Belli. Bu bo'ladigancha harakat. Qabilalar birlashma qo'shiniga hujum boshlaymiz. Ilanni ursang, beshig'i o'rdatgan. Bir qilish bilan 12 dushmanning kallasini og'ilib bo'lmaydi. Xonata, Sılır qo'shinlari asosli zarb beradigan nishon Jamuqa bilan Markitlar bo'lsin. Biz qiyonlarning asosli zarb beradigan nishoni Tatarlar bilan Targ'utaylar taychuqutlari bo'lsin. Şunu sihir cadı oldu mu? Ha? Cemal'ın işini bitirip kuvurdu. Gözümüzü mü açamayı bassak, kandan ortaya it uç kılırız. Ben bilmedim. Tanrı'na iradesine koşaydı. Köktanrı, Temircinin kallısının işimize medet verdi. Ucumgu ötkenler hayat kalıdı. Arkı çekimgenler ölüdü.
Allah'ın sayı kalsın. Hücumga o'tganda hayat qoladi, chekinganlar o'ladi. Hüjumga otlanglar! Otni mininglar! Kerak boturlari, men Amirxon Tamirning nomi bilan farmon qilamanki, u shaytonlarni tugel qilib tashlanglar. Olga! Oqsoqol, Temirchin birlashma qo'shinni mag'lub qildi. Noymonlar asosan tugashdi. Nima? Bugun mag'lub bo'ladiganimiz aniq. Silim endi Gurxon bo'lolmaydigan bo'ldilar. Ikkiga bo'linib qochaylik. Yo'q. Men hargiz mushunaqli tugashmayman. Qanday qilay deydilar? Yana urishamdilar. Avval bo'linib qaytib turaylik. Kuramizni qo'g'dab, Temirchinning sheriklarini tarqatlashtiraylik. Oqsoqol, bo'ldi qilaylik. Jamboqa o'z kishini saqlab qolmoqchi. Temirchin qasam deshiga hargiz hujum qilmaydi. Qanday qilmoqsin, avval avvallarimizga qaytaylik. Kuramizni saqlab, al-qavmimizni qo'g'daylik. Temirchin avval bizga hujum qilmagan, ha? Yuranglar. Shu. Atlayınlar! Kilovatkan Temirchin şu! Çaqqan at yer qo'g'aday! Bol! Çaqqan at! Tez bol! Yaxshilik uyib qolgan qani so'ranglar. Bombasi tugishidi. Men so'ray. Qog'on egri yanutdi. Qog'on yanolmadi. O'sha to'xtimisin. Chapozondan so'ng darhol o'rnidan saqlanglar. Qog'ondan keyin darhol mon kiygizib qo'yinglar. Oltinchi o'rnida birisiga o'q tegib o'lgandek qiladi. Temirchin o'xshaydi. Dag'artay, berib qarab boqaylik. Yuringlar. Oltinchim dada, Dag'artay tag'a, Quchar aka, nega mangdinglar? Qog'on bilan ko'rishmoqchimiz. Qog'on bilan ko'rishni nima qilasizlar? Qog'on birning bo'ldimi? Qo'shini darhol tizginlab, Qog'on bilan otlanmamsizlar. Bo'linglar. O'g'ilchi, boya Qog'onni otgan odam mergan ekan. Qaramlarcha hujum qilma. Ham yaqinlashma, to'lib qolmasin. Temirchin!
qoqaday. Qandaq bergansan? Tömürchinga o'q tegmabdi-ku. Ha? Tömürchin bilan kelishib olgan eding. Darhol uni aytib bo'l. Endi aytamisan? Ata, kallam bilan javob bersan, tez chiqa. Tez bo'l. Aytib. Aytilla. Burada tez ol. Geçiyor biz bana. Cadı duydunuz mu? Beni bir daha öldürücümezsen hainli. Düşmanı yığışken yana adam lazım buludu. Gel o kadar. Kömürcünü bu yerde uç gitsen seni kazanıp pişirmez bu. Altıncı onda da Şanlabam. Qağan bilen görüşümüz. Qağan yetip oldu. Ras yetip oldu mu yoki? G'azlarni hiç düşenmedi mi? Boynunga qondirilgani qapak bo'lmasila. Tushinasan. Agar Qağan uvalanib ketgan bo'lsa, yangi Qağan sayılmasak bo'lmaydi. Hammamiz qiyan qabilasining motor esilzodalari. Qilishga tegishli ishlarni qilg'ashmaylik. Nimada o'tirdilar? O'taneri. Bu yerde oldumuzun tosuşka hakkı yok. Mokali. Laneti Türk'ün. İsyan kütlemekçim sen. Qağanın çıdırığa icazetsiz kirgenle isyan götürgen buludu. Ciniden doygan talebi bilen ten bulmak. Bo'ldi qilinglar. Uning qilinglar. Dem bo'ling. Gapinglarni anladim. Qağan azroq yarlandi. Lekin qağanlik o'rnini tanishtirgan chog' bo'lmadi texi. Jonjigar qarindishimla ko'rishay dedim. Undaq bo'lsa, nökarlar orqaga chekinsin. Yursizlar. Quchar. To'mirchindan davolanishga daxl qilmaylik. O'zlari yolg'iz kirib yo'qlab chiqsinlar, ha? Bo'ldi, qaytinglar. Mani ko'ydilimi? Bu texoyatmikan? Bo'yindan yana qanday qilyapsa, hayot yotqiniga to'g'ri deyman. Yana qanday qilayotgan bo'lsa, qon tomir zaxmlanga o'xshaydi. Qon tomir zaxmlangan bo'lsa, tirik qilish ehtimoli noyda oz degan gap. Oltinchi o'ndada Dag'artay taga. Akfuk qasar to'ti hozir bu yerda yo'q. To'mirchin o'lgan aman. Aralardaki birini şu zaman yangi Qağanlik saylayman. Bu ishni qaytib qolganiga maslahatishaylik. Bu hiligarlar. Kichkapa. Quchar jon odamlar nima ketdi? Xon otangizning memjada ahvolda yotganda bunab Qağanlik o'rnini talashmoqchi bo'lyapti. Bu ishni qalasini olaman. Bu iski yana balamaydi aka. Hozir qo'l tekkisak, ichki to'qinish paydo bo'lib qoladi. Emas qanday qilamiz? Menimcha bunda qilaylik. Hamma ishni Qağan yarlanmagandek o'rinlashtirsak, qo'shinimizkilarning ko'ngli tinadi. O'chaqda taychoqutlarni yo'qota olamiz. Men shundaq demoqchi edim. Undaq bo'lsa, ishlarni qanday o'rinlashtiramiz? Demoqchimanki, dadam qachon o'shiga kelishdan qat'iy nazar, atigchi saqlab anda taychoqutlarni yo'qotaylik. O'g'daydan digini yo'lloq. Qo'shilaman. To'g'ri deysizlar. Yo'l vosita ta qochirib qo'ymaylik. Atila targ'utayni yo'qotaylik. Padadan sarkisi bo'lib solmaydi. Bunda yursak, ham urush qilolmaymiz.
ham Bayquchelarga fursat yaratib beramiz. To'g'ri deydilar. O'g'irchi, siz akam taxtga chiqqan kuni tayinlangan top beshi. İşlarni ulashtiravering. Kimki farmonga bo'ysunmasa, jo'cha ishimiz shuning kallasini olamiz. Bo'ladi, hammamiz sizga bo'ysunamiz. Undaq bo'lsa, hozirlik qolganning o'rnida huquq yurgizma. Muqali, labay. So'rqan shirog'i deb qo'ying. Toychiqotlar ovuliga qaytib berib, ko'pchilikka atataganda qolgan hujum boshlaygan. Beqinganlar yoki qarshilashmaganlarning joni omon qoladi deb qo'ysin. Ma'qul, hozirla boray. Tura deyman. Ömürchi kallanni olganda ondan uyquga to'ysa. Tura. Obdan qarovullik qil. Agar Ömürchin ovulimizga yo'shirincha besib kelsa, darhol burg'ich. Tura. O'rnidan tur. Keyin yotgan xotin balchaqlaring xiyolin kirmadimi? Ha? Tura. Tura. Xotin balchaqlaring Ömürchining qilchi ostida arvo bo'lsin demsa, tez bo'l. Tura. Uxlamanglar. Senlarni turishar. Ha? Hey, yana uxlaysan-ku? Hey, bo'ldi qizlar. To'mirchining odamlarimi yemaydigan, ishmaydigan to'mirdan so'qilmagan-da. Yoshirincha hujum qismi tong-ataga yaqin qila. Jirqo'g'aday berib bir oz uxlab asla. Hey. Targ'utay oldin yetganligimni sezdimi? Hey, u hozir o'zining jini qo'ydigan yer topolmay olsa, qanday bo'ldi? Mana. Dada, qaytib keldingmi? Qaytib keldim. Temirchin bilan ko'rishdingmi? Ko'rishmagan. Ko'rishdim. U hozir qanday turibdi? U hozir shunqor jasur yo'lbosdagi hayvatlik turibdi. Uning 16 yosh chig'idagi chiroyli esimda qoldi. Bo'ldi qadag'an. Dadam gapini qilaversin. To'mirchin at deganda hujum boshlayman. Tarutlarga deb qo'yinglar. Men To'mirchin. 铁木真只找塔里乌台报仇，只要部众们归顺，不抵抗，都可以安然无恙。铁木真不抢他们的妻女，不掠夺他们的财富。好，大家对塔里乌台早就不满了，咱们就分头去说服大家逃走，去投奔铁木真。别着急，等后半夜塔里乌台他们睡熟了再说。现在睡觉去。哎。 阿爸，铁木真还记得我吗？记得，他还问起你呢。问我什么？问你出家了没有？主持。啊，外公。啊，困不困啊？不困。哦，要不我替你一会儿？不用了，外公，您回去睡觉吧，我可以的。啊。怎么，外公？您还有事吗？哦。
你母亲，她好吗？她很好。你傅寒对你母亲好不好？挺好的。怎么了？啊，不，我随便问一问。我们很多年没见面了，我以为这一次能够见到她。啊，外公是这样的，以前打仗的时候，傅寒总是把母亲带在身边。现在，傅寒让母亲在家里照顾祖母，所以就没有来。你父亲对你们几个兄弟之中，哪一个更亲一些呢？这个，我倒是没有想过。不过我觉得，窝阔台和察合台老跟我作对，拖雷对我要好一些。主旨，兄弟之中你是长子，对弟弟们要忍让，对父亲和母亲要孝顺。任何时候，无论谁跟你说什么，你遇到什么，你都要记住，你是铁木真汗的儿子。我知道，我不会给傅寒丢脸的，我一定做的比弟弟们更出色。可汗，可汗，可汗，可汗，可汗，可汗，可汗，我走了多远的路啊！无边的沙漠，一点水都没有，渴死我了！可汗，可汗，傅寒，傅寒，傅寒还没有。可汗怎么样了？可汗的血流的太多，他口渴，得给他弄点马奶酒来。得给他找点水喝。可军营里一滴水都没有了。这个时候，到哪儿去弄水啊？有一个地方。什么地方？什么地方？太师部的古烈岩，他们既然带着家眷，那里一定有马奶和水。我带人去抢，不行，他们的古烈岩很难攻破。那怎么办呢？偷！我去。你这是干什么？你不用管。窝阔台，你跟我去。嗯。我摸进去，你在这里接应我。如果我被别人发现，你赶快回去报信，让他们再想办法。这里面叔叔，你要小心啊！哼，死神怕我脸上的笑纹。你去那边，你在这儿等着，我到那边去看看。怎么样？找到了马奶？哦，太好了，快走！哎，人都哪儿去了？哎呀，快醒醒，快醒醒！哎，你没看人都没有了吗？跑了啊！那咱们也跑吧。好，快跑！
哎，快醒醒，快醒醒！醒醒！人都跑了！快跑！啊！快点！快起来！哎呀，快走！快点！醒醒！快点！快！这人怎么少了许多？乐乐车呢？人呢？什么人？啊，是我，通马路的索尔罕士了。索尔罕士了？这人都哪去了？哎，这儿活的算了，谁还没个老婆孩子呢？完了，太迟乌布，完了。这儿活的，你来一下，我有事要和你商量。托托，快！首领，什么事啊？你看，咱们的人都哪儿去了？首领，大概他们全都跑了吧？什么？都跑了？托托，快去套辆马车！快，咱们赶快逃命！快去，托托！快去呀！首领，这个时候，咱们俩可是谁也顾不上谁了。托托，你别丢下我！托托，托托，你这个狡猾的狐狸，你竟敢扔下我自己去逃命！你这个混蛋！首领，怎么了？啊！拿呀！快帮我逃命！我求求你啊！首领，你放心，我去套车。好。富汗，可汗，富汗，可汗。那是什么？富汗，那是您的血。昨天您被箭射中了脖子上的血脉，是折连面叔叔用嘴吸出一块块的淤血，吐在盆里的。有的来不及吐，还没告诉你，就咽到肚子里了。谢谢你。哎，你怎么穿这种衣服？啊，这是我到太赤乌古烈岩偷马奶的时候脱下来的。刚才实在是太困了，喂完你马奶之后，还没来得及穿就睡着了。我记起来了，我是要过水河。你一个人去了太赤乌的古烈岩，如果被塔里胡台抓住，会不会向敌人透露我的伤情呢？我？折连面叔叔是故意把衣服脱掉的。他说，如果被敌人捉住，他就说要投降太赤乌部。被铁木真发现了，要杀我。刚脱光我的上衣，还没等脱掉我的裤子的时候，我一怔，逃了出来，所以才光着膀子投奔你们了。我想，他们会相信我的，也许会给我衣服穿，热情款待我，然后我再掏出马奶，趁机跑出来。反正对他们来讲，这桶马奶算不了什么。可对我们来说，这是可汗的性命啊！折了面，我没有看错你这个打铁的，没有白白任命你为众人之长。你对我如此忠心，我会铭记在心的。可汗，上马，出发！等一等，铁木真可汗既然受了重伤，不能亲自领敌。我们自然推举一位德高望重的人，暂时代替铁木真指挥全军。对，我建议推举博尔至金氏的长辈贵族达里台代替铁木真。不必了，博尔叔是可汗亲封的2个众人之长之一，完全有资格指挥全军。对，我们愿意听从包叔叔的指挥。我才不愿意听从他的指挥。博尔叔算什么？
达里台是主持你们几个的爷爷，他才配得上指挥节制全军呐。傅寒，看，铁木真喊，铁木真喊，铁木真喊，铁木真喊。尊敬的王罕，您的儿子铁木真又重新率领队伍压降太赤乌人和扎达兰人，他请求王罕继续攻打塔塔尔人和米尔契人。知道了，感谢主。出发！慢，傅罕，我儿有什么要说的吗？您说这12个部落里，哪个最富足？当然是洪吉拉部了。铁木真为什么把消灭洪吉拉部留给了自己？没有。他是去攻打扎木合和塔里胡台去了，骗人！他是把肥牛肥羊留给了自己，却让我们去啃骨头。铁木真不是那种人，不管他是不是那种人，我们千里迢迢的来帮他打仗，总不能只带着伤号和阵亡人的头颅回去吧？哎呀，看在主的份上，你们不要争了。三坤，那你说怎么办？可怜部的勇士们，跟我去洪吉拉部。那里有从汉人那里抢来的好东西，你们连见都没有见过，跟我去取吧！快点给我抢！拿来吧你！傅罕，你看扎木合，你说铁木真去打塔里胡台和扎木合了，扎木合在这儿，铁木真在哪儿？你们一左一右包抄过去，一件羊皮也不能让扎木合抢走！冲！快跑！韩兄，扎木合跑了！韩兄。我去追扎木合！首领，下车吧。啊？那呀，这是什么地方啊？前面就是树林，你逃命去吧。哎，那呀，你不管我了啊？塔里胡台，耶稣该活着的时候，管你叫狐狸精扎里汉。你的确是一个自私而贪婪的家伙，而且是残忍的暴君。你怎么敢骂我？我可是你首领啊！不错，如果我不念你是我的首领，我就不会救你了。这里已经逃出了铁木真的包围，你赶紧逃命去吧！我要去投奔值得我效力的铁木真可汗去了。好你个那呀！你这个狐狸和恶虎交配生下来不够月份的早产儿，铁木真一定要杀了你这个背叛主人的恶人！完了，塔里胡台完了。完了，完了！啊，多多，你还是回来了，快救救我！我今生今世我忘不了你呀！不，塔里胡台，我现在是来求你救一救我的命的。什么？以前我是耶稣该的纳克尔，因为你抛弃了科伦母子，我才离开了他们。后来我又3番5次帮你同铁木真作对，现在大势已去了，我走投无路了。你想，铁木真他能放过我吗？啊，是啊。那你想怎么办？嘿嘿，我现在只有用你的脑袋才能保住我的脑袋。啊！哎，托托，你
你别这样，别这样！多多，啊！风从草原走过，吹散多少传说，留下的只有你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。马背上的家园，